أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 53. Sure Necm Mekke'de nazil boğan 62 ayet. Nahayet şefkatlik, mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Sağqagan yulduzlar bilen qasamki, sizlarning hamroyinglar, yani Muhammed aleyhisselam gumroh bo'lmadi va yo'ldan adashmadi. O o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nazil qilingan vahiyni so'zlaydi. Vahiyni uningga kuchli farishta Jibril ta'lim berdi. Onun yani Cibril'nin görünüşü çıraylık bulup, yukarı ufukta öz şekilde durdu. Andın o asta Muhammed aleyhisselam'a yıkılışıp tövenge sangıldı. O Peygamber aleyhisselam'a işki yatacak miktarı, ya ki onun dumu yıkarak yıkıllaştı. Allah bendisigi Cibril arkalık tegişlik vahiylerini vahiy kıldı. Onun körginini dili inkar kılmadı. Ey müşrikler camiası, onun kögelleri üstüde onun bilen münazır kılşamsılar, o Cibril'ni hakikaten ikinci qitim Sidratul Muntaha darxining yenida ko'rdi. Jannatul Ma'wa bo'lsa Sidratul Muntaha'ning yenididir. O Sidratul Muntaha'ni olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chaqda ko'rdi. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga buralmadi, ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. Shubhisizki, o Parvardigoringning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. Aytib beqinglarcha, Lat, Uzza ve üçüncüsü boğan manatlar Allah Teala'da kuch quvvatga egimi? Ey müşriklar camiasi, sizlarga yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarga yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Bu butlar faqat sizlar va ota-bobonglar atib olgan quruq nomlardan iborat. Allah buni isbotlaydigan hech bir dalil paket tushirgani yo'q. Ularga Parvardigori tarafidan shak shubhasiz hidoyat, yani Peygamber ve Kur'an kelgen turug'liq. Ular faqat gumong'ila va nafslarining xohishig'ila agishidi. İnsan nimani arzu qilsa shu bo'lamdi. Oxirat va dunyo Allohning ilkididir. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafoati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafoat qilishga ruxsat qilsalar, ondan ularning shafoati asqatadi. Shubhisizki, oxiratga iymon etmaydiganlar farishtalarni Allohning qizlari deb jinis nomi bilan ataydi. Ular bundaq atashda hech qanday ilmga ega emas. Ular faqat gumonga asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Bizning zikrimiz, ya'ni iymon bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgan. Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Shubhisizki, Parvardigoring o'zining yo'lidan ozgan odamni obdan biladi, hidoyat topgan odamni obdan biladi. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Ular cho'ng gunohlardan va qabih ishlardan yiroq bo'ladi. Kichik gunohlar buningdan mustasno. Haqiqatan Parvardigoringning mag'firati kengdir. Allah sizlarni zimindan yaratgan chaqdagi vaqtinglardan tatib, onanglarning qo'rsaqlaridagi bola vaqtinglardan tatib obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Ey Muhammad, iymondan yuz o'rgan odamdan xabar bergin. O shart qilingan moldan ozg'ini berdi, qog'inni bermadi. Uning dargohida ilmi g'ayb bo'lib, o g'aybni bilamdi. O Musaning ve İbrahim'nin sahifelerideki sözden xabardar bo'lmadimi? İbrahim vafodar kishi edi. Bir günahkar adam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. İnsan faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi. Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Ondan uningga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Hammaning oxiri boradigan joyi Parvardigorining dargohidir. Allah insonni kuldiralaydi va yig'iltalaydi. Allah öldürüşke ve tirildirishga qodir. Allah bir juftni erkek bilan kishini yarattı. Etilib chiqqan ma'nidan yaratdi. Hisob uchun insonlarni ikinci qitim yaratishni ustiga oldi. Allah insonni boy qilalaydi ve az bilan mamnun qilalaydi. Allah Shira yultuzining Parvardigoridir. O yani Allah qadimki otni halaq qildi. Samudni halaq qildi. Ulardan birini qo'ymadi. İlgiri Nuh'ның qavmini halaq qilgan edi. Shubhisizki, ular zolim
texmi sarkash edi. Lot qavmining shaharlarini dumko'mirvatdi. Uni dahshatli toshlar qoplab oldi. Ey inson, Parvardigoringning qaysi bir ne'matidan gumonlanasan, bu ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. Qiyomat yaqinlashdi. Uningga Allohdan boshqa kashf qiluvchi, yana uning vaqtini bilguvchi va uning azobini dafi qiluvchi yo'qdir. Ey mushriklar jamoasi, masxir qilib bu Qur'ondan ajablanamsizlar? Uni anglagan chaqda kulamsizlar, yig'lamamsizlar? Sizlar g'ofildirsizlar. Allohga sajda qilinglar va uningga ibodat qilinglar.